Sizga hozir dasturlashni bilmasdan turib o'zingizga sayt yasashni o'rgatib qo'yaman. Saytning nomi videoning oxirida. Saytga kirasizlar, prosta sizga nima kerakligini yozasizlar. Prompt orqali sizga deyarli hamma vazifalaringizni bajarib qilib berishi mumkin. Uni kodlarini ham olib, siz o'zingizning serveringizga qo'yib turib, uni dasturlash tushunadigan bo'lsangiz, ko'tarib ishlatib olsangiz ham bo'ladi. Agar yo'q, menda serverim yo'q desangiz, mana shu saytda o'zida buni qoldirsangiz ham bo'laveradi, ishlaydi. Bu yerda bitta dona prompt yozilmagan, bir nechta prompt yozib turib, ya'ni sizni xohishingizni bir martada tushunib ola olmaydi agar yaxshilab tushuntirmasangiz. O'shanga bu tabiiy holat. Buni ustida ancha-muncha ishlab turib, sizga kerakli narsani ko'rib, chiqarib, anaqa qilsangiz bo'ladi. Даже bu yerda chat botlarni ham integratsiya qilib, sun'iy intellekt bilan odam gaplashib turib, nima xohlayotganini bilib turib, menga zakaz olib kelib beradigan botlargacha integratsiya qilingan bu yerda. Bu sun'iy intellekt Lovable deb qidirsanglar chiqadi. Agar sizga ham shunaqa vibe coding orqalimi yoki an'anaviy dasturlash orqalimi dasturlar kerak bo'ladigan bo'lsa, menga murojaat qilsanglar, kelishilgan narxlarda chiroyli qilib beramiz.